Birinchi qavatdan 3 xonali kvartira so'ragan obunachilarimizga aynan sizlar uchun Sharq 2 Azmir klinikani orqasida mana shunaqa chiroyli kvartirani topib qo'yganmiz. Asosiy zalida biza ikki tomonlama огородdan iborat ekan bu domimiz. Konsertlari, pardalari gilamlargacha to'shab qo'ygan ekanlar. Fonoviy remont holatda akkuratni saqlangan. Eshiklari MDF eshiklardan iborat ekan. Chiqqandan kattagina koridor qismi, bu tomonda kladovkalari, uyimizni spalnyasini ko'rib o'tamiz. Plus balkonchasi bilan birga 3x1 balkon, derazalar almashgan akvaga reshotkalar bilan olingan ekan. Bu tomonda shkafchalari, akkuratni holatdagi bu kvartiramiz. Bu tomonda uyimizning oshxonasi plus balkonchasi, bu keyingi spalnyasi, kattagina spalnya qismi. Uyimiz istishli sentral otoplendan iborat ekan. Vходной eshiklari kiraverishdan. Bu tomonda sanuzul qismi to'liq kafilchalar bilan ta'mirlangan holatda, unitaz va rakvinlar akkurat holatda saqlangan ekan. Oshxona qismi ham kattagina plastik trubalar bilan ishlov berib qo'yilgan ekan hammasi. Kanalizatsiya trubalari. Bu tomonda esa uyimizning balkonchasi, balkon oshxonaga ko'chgan. Kattagina oshxona qismi, gazli plita, moyka, kuxna garniturasigacha hammasi o'rnatib qo'yilgan ekan. Tayyor kvartiramiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, pastdan nomerdan qoldirib o'tamiz. Uyimizning narxini egalari 48900 dollarga baholayaptilar. Ikki tomonlama proyekt holatdagi bu kvartiramiz birinchi qavatda joylashgan. Manzili Sharq 2 Azmir klinikani orqasida joylashgan mana shu domimiz.